Marvel haqida 100 ta fakt. Agarda bu loyiha sizga qiziq bo'lsa, loyiha davom etadi. Shunday ekan, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qani bo'lmasam, boshladik. Marvel 1939-yilda Timely Comics nomi bilan ochilgan. Stan Lee Marvelning eng mashhur yozuvchisi hisoblanadi. O'rgimchak odam 1962-yilda yaratilgan. Temir odam ilk bor 1963-yilda chiqqan. Xalq rangi jihatdan avval kulrang bo'lishi kerak bo'lgan. Thor Skandinaviya mifologiyasidan olingan. Kapitan Amerika 2-jahon urushi uchun yaratilgan personaj hisoblanadi. Qasoskorlar jamoasi 1963-yilda paydo bo'lgan. Marvel koinotida Yer 616 deb ataladi. MCU 2008-yilda Temir odam bilan boshlangan. Robert Downey Temir odam rolini mashhur qilgan. Nick Fury dastlab oq tanli bo'lishi kerak bo'lgan. Marvelda Nick Furyni Samuel L. Jackson ijro etgan. Qora bevada hech qanday super kuch yo'q. Lochin ko'zida ham hech qanday qobiliyat yo'q, faqatgina yaxshi nishonga ola oladi. Loki Thorning asrab olingan ukasi. Thanos yarim abadiy hisoblanadi. Cheksizlik toshlari 6 ta. Ruh toshi qurbonlik talab qiladi. Final filmi eng ko'p daromad qilgan filmlardan biri. O'rgimchak odam huquqlari Sonyga tegishli. X-Men uzoq vaqt Foxga tegishli bo'lgan. Deadpool eng og'zi bo'sh Marvel qahramoni. Rosommaxa tirnoqlari vibraniumdan emas. Qora Pantera kostyumi vibraniumdan yasalgan. Wakanda xayoliy davlat. Doctor Strange avval jarroh bo'lgan. Vaqt toshi Strange'da bo'lgan. Wanda haqiqatni o'zgartira oladi. U eng kuchli qahramonlardan biri. O'rgimchak odam eng yosh qasoskor. Chumoli odam chumollar bilan gaplasha oladi. Kvant olami haqiqiy vaqtni o'zgartira oladi. Kapitan Marvel kosmosda kuchliroq. Galaktika qo'riqchilari kosmik jamoa. Groot faqatgina men Grootman deydi xolos. Raketa oddiygina personaj emas, Yondu aslida qahramon. Yulduzlar lordi yarim celestial mavjudot hisoblanadi. Abadiylar juda ham qadimiy mavjudotlar. Celestiallar hattoki sayyoralarni yarata oladi. Kang vaqtni boshqara oladi. Multiversiya cheksiz olamlardan iborat. Uyga yo'l yo'q filmida 3 ta o'rgimchak odam chiqqan. Daredevil ko'r, lekin yaxshigina sezgir. Jazolovchi qahramon emas. Venom simbiot hisoblanadi. Simbiotlar klientlar deyiladi. Qora Pantera Chadwick Boseman bilan mashhur bo'lgan. Stan Lee deyarli barcha filmlarda cameo qiladi. Marvel filmlari bir-biriga ulangan. Post-kredit sahnalari Marvelning an'anasi. Marvel komikslardan boshlangan. Fantastik to'rtlik Marvelning birinchi jamoasi. Doktor Doom eng aqlli yovuzlardan biri hisoblanadi. Galactus sayyoralarni yutadi. Quicksilver Galactusning xabarchisi. O'rgimchak odam eng mashhur Marvel qahramoni. Temir odam yuragi reaktor bilan ishlangan. Kapitan Amerika qalqoni vibraniumdan. Vibranium faqatgina Wakandada bor. Xalqning jahli qanchalik chiqsa, shunchalik kuchli bo'lib ketaveradi. Thorning bolg'asini hamma ham ko'tara olmaydi. Mjolnir faqatgina munosiblarga bo'ysunadi. Jane Foster ham Mjolnirga munosib bo'lgan. Loki bir necha marotaba o'lgan. Multiversiyada Loki variantlari mavjud. TVA vaqtni nazorat qiladi. Deadpool 4-devorni buza oladi. Marvelda o'lim oxiri degani emas. Komiks va film voqealari farq qiladi. O'rgimchak odam doim yolg'iz kurashadi. Qasoskorlar har doim ham kelishaverishmaydi. Fuqarolar urushida qahramonlar ajralgan. Temir odam Thanos bilan bo'lgan jangda vafot etgan. Natasha Wardmirda jon bergan. Steve Rogers qarib ketgan. Sam Wilson yangi Kapitan Amerika hisoblanadi. Bucky qishki askar nomini olgan. Lochin uchish texnologiyalaridan foydalanadi. Shang-Chi jang san'ati ustasi. Uzuk eng qadimiy qurollardan hisoblanadi. Oyritserda bir nechta shaxslar bor. Blade vampir ovchisi. Marvelda sehr va texnologiya yonma-yon yuradi. Marvel bosqichlarga bo'lingan. Maxfiy urushlar eng katta voqealardan biri hisoblanadi. Doctor Strange multiversiyani buzgan. Amerika Chavez portallarni ocha oladi. Marvelning yovuzlari ham mashhur. Thanos o'zini qahramon deb bilgan. Ultron tinchlik uchun insoniyatni yo'q qilmoqchi bo'lgan. Vision sun'iy onga ega. Marvel doim kutilmagan burilishlar qiladi. Har bir film kelajakka ishora bo'ladi. Marvelning muxlislari juda ham katta. MCU hali ham tugamagan. Marvel va DC doimo raqobatchi kino kompaniyalar bo'lib keladi. Marvel bu oddiy kino emas, butun bir koinot va 100-fakt Marvel Kinomyu kanali bilan 2030-yilda rasmiy shartnoma tuzgan. Bu shunchaki orzu, lekin orzu orzuligicha qolmaydi. Sizlarning yordamingizda balki Marvelning ham nazariga tusha olarmiz.
Bu shunchaki hazil. Agarda format yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, loyiha davom etadi. Hozircha esa keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.